har 30 minutda sigaret chekkani chiqsa. Bu holatni to'g'rilasa bo'ladi. Ogohlantirish beriladi boshida, keyin shtraf qo'llanadi. Ishga kayf holatda kelsa. Bu holatni kechirib bo'lmaydi, ishdan bo'shatamiz. Bitta vaqt o'zida konkurentlar bilan ishlasa. Bu eng yomon holatlardan biri, sizni ichki siringizni tashqariga olib chiqish. Bo'shatamiz. Kollektiv ichida har doim janjal keltirib chiqarsa. To'g'rilasa bo'ladi. Birinchi ogohlantirib, tushuntirish o'tkazib, keyin agar mabodo shtraf solamiz. Har doim kech kelsa. Har doim kech kelsa, bu kech kelish vaqtiga bog'liq. Agar masalan 15-20 daqiqalar bo'ladigan bo'lsa, ustida ishlasa bo'ladi. Agar ertalab ketib obedda bo'lsa, o'sha ishdan bo'shatamiz. Mijozga yomon muomalada bo'lishi. Ogohlantiramiz, shtraf qo'yamiz, o'rgatsa bo'ladi. Takror va takror kasal bo'lishi. Kasal bo'lish endi o'ziga bog'liq bo'lmagan holat, kechirsa bo'ladi. Ogohlantirmasdan ishga chiqmasligi. Ogohlantirmasdan ishga chiqmasligi. Birinchi marta ogohlantiramiz, ikkinchi marta ishdan bo'shatamiz. Xizmat paytida sevgi romanlari bilan shug'ullanishi. Bu qat'iyan man etiladi, ishdan bo'shatamiz.